Onasi pul yuboruvdim, oldinglarmi? Ha, oldik. Qarzlarning yarmini yopdik. Endi qolganiga ertaga singiz sarpasini qilib chiqamiz. Ha, yaxshi. Anu, o'zingiz qachon kelasiz? To'yga boraman, xudo xolasa. Kichkinangizni tug'ilganini ko'rolmagandingiz. Birinchi qadamni ko'rar ekansiz-da. Ha, uka so'rayaptilar. Aha, berchi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Student nima gap? Aka, to'ydan keyin siz bilan birga ketib ishlasam demoqchi edim. O'qishingchi? Hozir kontraktlar ko'tarilib ketdi. Hali yana 2 yil to'lash kerak. Ota-onamiz o'tgandan keyin hamma narsa buruzga qolib ketdi. O'shaning uchun sizga yordamlashsam demoqchi edim aka. Sen unaqa gaplaringni yig'ishtirgin uka. Ota-onamiz rahmatli, hech bo'lmasa seni o'qishingni juda ham xohlaganlar. Erta-indin xudo xolasa kontragtingga pul chiqaraveraman. Sen o'sha yerda yaxshi o'qib, yaxshi joylarda ishlasang, menga qilgan eng katta yordaming mana shu bo'ladi uka. Rahmat aka. Bo'pti, singlim o'sha yerdami?